Siz işleyecek olsanız normalde işleyin. Akşama bu olsa üstüne yazıp veremezsiniz. Normalde kese bacak yerine. Üstüne soğutkan Yazsan yaz. Mutfaktan bana. Bu videomuz shunchaki hazırlaydı. Sizlarga bir muhim bir yangilik aytmoqchiman do'stlar. Qadam aka ukamiz bu kadrda ishlashimiz maqsad. Gullanimizga shunday bir yangilik kirib keldi. Ya'ni bu deganim Gullandan Toshkentga avtobus qo'yildi deyapman. To'g'rimi Qadam aka? To'ppa-to'g'ri, zo'r. Avtobusimizni hozir video davomida obzor qilib o'taman. Ko'rasizlar, baho berasizlar, ko'nglingiz yoqsa minasizlar. Amonboy, sidenaga baho berasanmi? Avtobusimiz 53 dona o'rindiqdan iborat bo'lib, sidenalarni ko'rib turganingizdek, komfort sidena bo'ladi. Undan tashqari zerikmaslik uchun displey monitorlar o'rnatilgan. Issiq kunda avtobusning ichida issiqda ketamanmi deb o'ylashingiz mumkinmi, to'g'rimi? Aslo unday emas. Konditsionerlar ham bor. Dim zo'r. Undan tashqari telefoningizning akkumulyator tugab qolsa, nish etaman deyishingiz mumkin. Bang, o anam yechim bor. Ya'ni avtobusimizda telefon, zaryadka joylari ham bor. Ko'pchilik odam aytishi mumkin, nerdan minamiz, nish etib ketamiz deyishi mumkin. Adresimiz Gullan Postkadi hamma odam biladi. Gullan Postkadidan Urganch shaharga o'tishingizda 10 qo'l uzatadi. Mana shu avtobus. Kelasizlar, har kuni bor Gullandan. Minasizlar, ketasizlar. Manzilingizga eson-omon yetasizlar.